bildirgan Zum Muhammadov. Men javob bera olmayman, lekin harakat qilaman kurashishga. To'g'ri, ustoz, ana shu zo'r narsa bo'ldi. Bitta Gangster Show degan TikTok profil ochiladi. Misol tariqasiga. O'shanga hamma Bekakani videosini tashlaydi, Telegramdan uni joylaymiz. Buniki o'zini ijodini aytib tashlaydi, uni joylaymiz. Hamma tashalgan videolarni Telegramdan tashlaganlarni joylaymiz. Eng katta prosmotr urganlarni, misol 10 kishilikni olamiz, finalga 3 kishi chiqadi. 3 kishidan kerak bo'lsa homiylarni ham o'zimiz topamiz. Ana bosh homiy Sardor aka o'zi turibdi. Keyin qaranglar, mana Sardor $500 atadi-yu, mana Zohid 200 berdi, Opa 200 berdi. Har casting bo'layotganda, o'tayotganda agar donatorlardan yo men buncha beraman desa, hammasini hisobotini berib boriladi. O'rtoqlar, prizovoy fondimiz deydi, $13,000 ga chiqdi. Prizovoy fondimiz 46 ish bo'lamasa 13,000 chiqadi. U qiziqish bo'laveradi. Eng birinchi Grand Prixni olgan odam shu pulni oladi. Gap yo'q. Uy olsin, xolasa menga puli kerak emas, men ehson qilaman, palonchi odamga uy qilib beraman desa, unga ham gap so'z bo'lishi mumkin emas. U xolasa o'zi qiladi u ishni. Shundaylar meni ukalarim. Kurash qattiq bo'ladi, lekin Vaqti yoriladi. Bekxam, ishoning, bu prik dahshat bo'ladi. Auditoriyani tiriltiraman, lekin Lekin Bekxam terasan aytib qo'y. Juda strogiy bo'ladi. Bizda unaqa tanish bilish, oshna og'ayni palon otajon olib kelib, Botir aka sotib berdi. Men ham xalqqa ishonyapman. Faqat xalq. Uni men ham xalq qilmayman. Shunday men Botir aka kirgizib berdi, jiyani hammasini yeri. Bola odaqa Sardor aytganday dinozavr pochchasi kerak emas menga unaqa narsa. Ertaga men obro' chiqqan obro'yimni qoldik, malomatga qolishini xohlamayman. Mana xalqqa o'zi xalqsin. Mendan savob, Sardordan savob, otajondan ishlab beradigan hali komandadan savob, sizlarga yaxshilik bo'lib qolsin shu narsa. Bari o'tirib biz TikTokda ham bir bizdan polezniy ish bo'lsin. Bir polezniy. Mana mardum maydon. Eplagan qanday eplagan qanday ursin. Hangisi bitta latif etib sidirib oldi. Finalga o'tdimi Bekxan ekan bilan yo'qmi? Bugun Buyog'da shunday deysizlar, shunday bir iste'dodlar chiqadi, hali tomosha qilib o'zlaring hayron. Mana yana bitta vrachga chiqdi Sardor. Ana bu qayerdan bu vrachga? Yangi talantchi. Alaykum assalom. Tarjimasi akalar, Surxondaryodan. Ye, malades. Ana To'qashlar. Mashqlar. Bir kuni meni ham xo'p zavolim bor. Har on tinchlik bermas, ko'p xayolim bor. Aytishga iymangan bir savolim bor. Pulingdan ishlatsam maylimi bolam? kattaga olinglar Oybekka. Malades. Bir savolim bor. Lekin bitta narsa aytib qo'yay, sizni kallangizga qo'ttag'im. Biz ana shunday so'kib tushirib o'ramiz. Ovozingizga ham qo'ttag'im, jasadingizga ham qo'ttag'im, turmushingizga ham qo'ttag'im. Ikkalamiz kurashamiz kerak. Yo'qmadi. Men onasizga betiga so'kib tushirib o'raman. Po'xxo menga. Men agar to'g'ri bo'lsa, kallangizga qo'ttag'im sizni. Gitarangizga o'sha gitarani olib bergan odamni kallangizga qo'ttag'im. Konkurs boshlanmasdan so'kish bilan boshlanadi. Konkurs boshlandi ana. Konkursda ham aytib qo'yaman. Men ular hakamlarga o'xshab, deb mulozamatlik qilib, aytalmadi deb bunday yaxshi qog'ozga o'ramayman. Ha, onangni sizga seni Turg'alar retsarda o'g'li deyman, tushiraveraman. Otandan qochganmi? Kallasiga qo'ttag'im buni nima deyapti? Bu dalbayo bilan ichib olganmi? Bu garang. Yaxshi odamlar chiqsin. Bo'lmaydi bu, yo'qmadi. Otajon, ashi variant zo'r edi lekin. Otajon, qara bitta alohida zo'r edi, 3 ta sho'rik tanlaganinglarda zo'r edi. Mana qarang, Sardor aka, bu hozirgi gapimiz turish qolib ketmaydi, xudo xolasa qilamiz. Men libo payt bitta shunday mana chiqsin. Bo'ldi, mana, bo'ldi, tamom, bo'ldi, qilamiz. Men onasi. Ertadan bugundan harakat qilamiz. Otajon, bitta kunini belgilaylik, tezlashib ketadi. Bugun aloqaga chiqamiz. Rekka chiqinglar sizlar videolaringizni. Rekka chiqish kerakmi? Bitta qara otajon. Endi Sardor aka siz bitta e'lon qilib bering, mana shu boshlayapman deb. Keyin biz avjiga chiqamiz. To'xtab tur, Bekxon, to'xtab. Ularni biz Sardordan olamiz u videolarni. Sen xotirni proyekt kattasi bular-ku. Sochmay turgin.
Shoshmay tur, oldin bismillah de. Sardor beradi videoni. Sardor mana Gangster Show degan bitta akkaunt ochish kerak birinchi navbatda. U Sardorniki ham bo'lmasin, meniki ham bo'lmasin. Ochamiz bitta. Ochdikmi? Bitta Sardordan video, mendan bitta video, mana kimlar bo'lsa video qilamiz. Mana shu birgalashibmi, uni olib montaj qilib chiroyli qilib qo'yamizda, palonchi chistadan boshlanadi o'rtoqlar. Tugaydi finali Navro'zgacha. Zo'rinki bir oy muhlatga. Voy balani ham olib kiraman, qarab turinglar. Madinajon mani, Oromjon mani. Biz bu yerda o'tirib olib tanlaymiz, vaqtimizni ajratamiz shunga mayli. Kuniga yarim soat Madinajon mani, ovita Xalq nima deydi? Xalq etsin. Xalq yozadi o'zi sira. Qaranglar, deylik 3 ta ishtirokchi tanlandi, ha? 3 ta ishtirokchi, qarang. Tanlandida, lekin xalq xohlagan bitta bola tushib qoldi. Xalq da'vat qilyapsa qo'shiladimi? Qo'shiladi, xalq Nima degani o'zi? ovozi ketadi. Nimaga qo'shilmadi bo'lsa qo'shiladi, to'g'rimi? Ay, xalqsiz biza hech kim Bekkan. Boyagi borku, Ubigayeva chiga ashbalarni olib kiraman. Ko'rasan, sizlarga raqobat bo'ladi, katta raqobat. Ya, kurashamiz. Lagramazanmi? Birinchi o'rinda. Men qaranglar, qo'yib Mike Jacksonni olib kelsangiz ham kurashamiz. Homiylarni qarang, to'xtab turing. 5-6 ta o'zimizda katta nag'alab bor. U homiylarni ham topamiz. Kerak bo'lsa $10,000 olib chiqamiz prezda. $1000 emas, 10,000 olib chiqamiz. Ana raqobatni ko'rasiz keyin qanday bo'ladi. Ketsa boydan ketsin, o'zi qo'yadi $10,000. Puli muhim emas, bu yerda yutishmaza. Puli muhim. Ya, endi kimgadir Yutishmayib. shu pul otajon, menga qara. Mana shu yerda 30 mingta, 20 mingta muxlislar ichida borki, qo'shiqni zo'r aytsa borki, ertasi kuni to'yga borib ochirib to'lib ketadi. Ikkita qo'shig'i bilan bu borki, bitta xalq nazariga tushadi, tamom. Bunisi o'ylama. Pulini, sovg'asini o'ylab akalar yondiraman. ayol kishi ham qatnashadimi deyapti. Odamlar yozishadi. Ayolmi, erkak farqi yo'q. Sulton akam men aytaman, katta akalarimni hammasiga aytaman. Sardor qara. Namangandan bir ayol kishi chiqib ashula aytdi, o'tirib olib, tog'ara chalib ashula aytdi, tog'ara chalib. Kriva degan tog'arani chalib. Meni ko'zimdan yosh chiqib ketdi, ovozini eshitib. Shunaqa talantlar bor. Ayolmi, erkakmi bizga farqi yo'q. Mardi maydon zo'r ekansan. Mardi maydon nima deydi? Men TikTokdagi madaniyat vaziri menman. Assalomu alaykum. Zo'ri chiqsa, endi yoshga harakat qilamiz. Chaqiradi o'zi. Zo'ri chiqsa chaqiradi. Kerak bo'lsa maydonga ham chaqirib oladi. Ukam zo'ri. Qaranglar ustoz, biza hozir xudo xolasa efirdan keyin bitta Gangster Show degan bitta kanal ochamiz. Davay. Bu kanalga sizlar bitta video qo'yib berasizlar, men uni qo'yaman. Sardor akam mana bugun paloncha kunga shu kanalga davay bo'ladi. Mana shunaqa. Siz ham bitta video qo'yasiz. Jahongir Otajonovmi, undan ham bitta video qo'ydiramiz. U bu lardan ham bitta video qo'ydiramiz. Hammasiga. Keyin ishtirokchilarning videolarini ham qo'ydiramiz bitta.